Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Namanganda 3 tuman kelganmiz do'stlar. Namanganda eng arzon joyga kelganmiz. Darvozani qiziqqanlar bo'lsa mana shu videoga bitta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Assalomu alaykum aka. Allohga shukr aka. Bugun obunachilarimiz ko'pchiligi musofirda yurganlar, ota-onasini xizmatini uyimiz chiroyli qilay deb yuradi. Birinchi navbatda hammamiz shu niyatda yuramiz. Albatta aka. Darvozamiz kattej quran yo'llarga, tadbirkorlarga, oddiy insonlarga kvadratini ham bir xilda qilib berasiz. Bugun obunachilar bo'lsa aka, arzon chiqarib berasa qo'ldan kelgancha. Xudo bir qator endi narxlarni birgalikda darvozalarni ko'p ekan bugun 10-15 ta bor ekan. Albatta istamiz ilk kvadratini. Aka boshida ko'pchilik baribir manzil so'raydi. Telefon nomer so'raydi. Shuning uchun manzillar bitta salomlashib o'z tushuntirib sizga. Assalomu alaykum avtobuzor kuzatib turgan obunachilar. Mana bugun biz Namangan viloyati 3 tuman Jidagapa qishlog'i Andijon Namangan yo'lini bo'yida joylashgan kichkina bir sifatli darvozalarimizni hadya qilmoqchimiz. Xudo xolasa video boshida eslatib o'taman aka, xudo xolasa xayrimiz bor. 1 kvadrat metri 249 mingdan ikkita darvozani video boshida aksiya qo'yilgan aka. Xudo xolasa obunachilarimiz bitta like, kommentariyani o'zlaringizda chiroyli fikrlaring bilan qoldirasizlar degan bo'lsamiz. Xudo xolasa aka, darvozalarimiz materiallari, ishlangan detallari, kraska, gruntovka hamma yo'g'ini birma-bir videomizni uzun emas, qisqa va sifatli obunachilar zeriktirmagan holatda xudo xolasa darvozalarni tanishtirib o'tamiz. Joy chiqarib berasiz. Akaga bitta narsa so'rayman. Zakasi sizga O'zbekistonda musofirda ko'rayotganlar bor. Qanday qilsak bo'ladi onlayn? Xudo xolasa imanni shaxsan musofirda akalarga assalomu alaykum. Akaxonlar, xudo xolasa o'sha yerda peshana ter halol rizq terib pilota akaxonlarimiz uchun aka. Aloqa chiqib, ismim Tolibjon. Aloqa chiqsa aka, misol chiqqan kvadratdan обязательно shular uchun chiqqan summada aka, kelishilgan holatda misol baraka qilingandan so'ng aka 400 ming so'mdan aksiya qilib beramiz. 400 ming so'm. 400 ming so'mdan aksiya qilib beramiz. Shu nomerda, shu kanaldan oldim desa 400 ming so'm. Albatta, shaxsan hozir kecha kunduzda aka musofirda yurganlardan 80% zakasi musofirdagilardan olyapmiz aka. Sababi misol qiynalib, nimaki maqsadda borishgan bo'lsa, avvalo Alloh taolo yetkizsin. Sizlar ham shu tomonini xohlasa, shu tomonni o'ylab, bonus holatda chiroyli ishlarni bitiramiz aka. Do'stlar, pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Siz Qozog'iston, Qirg'izistondagilarga ham xizmatimiz bor. Albatta aka, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonga aka dastlabki ustonovga xullas yarom kalitini ishlashadi. Bu Qirg'iziston darvozani karga o'qib chiqarib beramiz. Xabar havolasi unaqa yo'q aka. Albatta turgan adreslariga, manzillariga o'sha chiroyli ustonovga qilib, rozichiligini berib, ana aka video boshida bitta aytib o'taman. Mabodo zakaz berishgandan so'ng 50% zaklar degan joylari bor-da aka. Unaqa yo'q bizda aka. Xohlasin 100 ming, xohlasin 50 ming. Kelishilgandan keyin o'sha 100 ming, 200 ming, xohlasin 1 million, xohlasin 500 ming zaklarni berishadi. Darvoza borib, o'rnaydi yoqtirishadi, keyin ratchetini oladi. Endi xohishga qarab zaklar. Xohishga qarab, misol hali usuliga qo'ymaymiz kilatlar. Katalog uyga darvoza o'rnatib, yoqib qolsa qo'shnisi. Xuddi o'sha fasonda bir xil chiqarib beradi. Albatta aka, u muammo yo'q, u tomonlama. Darvozalarimiz o'sha 5-6 yil turi bor. Mashina misol assortiment, xalq misol suyib turgan, o'sha trendga chiqib turgan darvozalarimiz bu yerda aka ketib bir 12-15 ta darvozamiz bor. O misol yoqtirgan o'zlari yoqtirgan darvozani menga misol Telegram, WhatsApp bor. Tashlatsa birga bir chiqarib bera olamiz aka. Bo'l do'stlar, manzilda lokatsiyani so'ramoqchi bo'lganlar, bu yerga kelib darvozalarda ish jarayonini ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki katalogni ko'rganlar yoki onlayn ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, katalog 100 dan 1000 dan ortiq kataloglar bor ekanda, telefon nomeri turibdi akalar, bemalol bog'lanaverasizlar. Telegram, WhatsApp, Viber hammasi bor ekan, ijtimoiy tarmoqda bog'lanaverasiz. Mana shu videoga bitta like bosib, qanaqangi savolinglar bo'lsa, bizga kamchilik bo'lsa yozaveringlar. Akamiz bilan kelgusi videoda to'g'rilab ketamiz. Aka bo'lmasa bir boshdan bu Samarqand fasoni, albatta Samarqand fasonidan to'liq ma'lumotini aytib boshlaysiz. Aka, albatta aka tanishtiramiz. Aka, xudo xolasa eng o'sha trendga chiqib turgan xalq qo'yinidan joy egallab turgan, xudo xolasa o'sha Bagati
Samarqand fasonimizni boshlaymiz. Materiallari, yondoriga nima ishlagan, profillari, lislari, shumkasizmi tanishtirib o'taman. Xudo xolasa aka, bu darvozamizni birinchi bo'lib ishlanadigan jarayoni aka, ramka qismini tanishtirib o'taman. Bu ramka qismi o'nli shivellarda ishlangan. Fond ramka qismi aka. Qovurg'a to'qima profillari aka 6 ga 4 1.8 stenkada ishlangan pilisovoy. Endi lislariga keladigan bo'lsa aka, o'sha 2 qavatli shumkali varianti bu. Hop, lislari aka 1.8 pilisovoy listda ishlangan. Ustidagi lisi o'sha shirishaviy 1.6 lis bo'ladi. 1.6. Utuplinni qilib, addush ishlangan darvoza. Shunchalar utuplinini qilingan bu. Ha, albatta aka. Xudoolasa elementlari ham o'sha addush toza materiallardan, detallardan foydalanilgan. O'sha gold svetda ishlangan aka. Bu darvozamiz to'g'risiga garantiya javob berish muddati aka 5 yildan 8 yilgacha qo'rqmay garantiya beraman. Mabodo ish kuzatib, avvalo shuncha biz mana ish kuzatma darvozalarimiz. Allohga shukr, bundan bu yoqda ham yuzimiz yorug' qilsin. Bu darvozalarimiz aka kraskalari, gruntovkasini tanishtirsam, gruntovka jarayoni aka akaki gruntovkadan foydalanilgan. Obunachilar tanishib olsin. Hop, kraskalari aka turetskiy balishni Devo kraskadan foydalanadi. Devo'da toza kraska. Ha, xudo xolasa aka darvozamizda umumiy misol kvadratini tanishtirib o'taman aka. 3.5 ga balandligi ham 3.5 ishlangan. 3.5 ga 3. Ha, endi aka nalichka deydi, bokovoy deydi. Buni 40 santimetrdan 2 ga aka o'sha 2 qavatli to'g'rilama bagati trubalardan foydalanilgan. Hop, umumiy nalichkalari bilan hisoblaganda aka 390 ga, balandligi ham 390 razmer. Xudo xolasa aka, misol mana shu avto olammi, avto bozordan, obzordan misol aloqa chiqsa aka, darvozamizni 1 metr kvadratini asl narxi bu 2 qavatlisi 1.280 mingdan olinadi. 1.240 ming so'mdan tayyorlab ham beraman, xohlasa shu darvozani yetkazib ham beraman. Shu xuddi shu darvoza. Mabodo ma'qul chiqib, razmerlari keladigan bo'lsa, darvozamizda obязательно misol kelishiladi, ertasiga uylarda ustanobga bo'ladi aka. Endi necha pulga hisobimiz chiqadi mana shu turishi darvozani? Bu darvozani aka umumiy summasi prezidentni shu ko'rinib turgan darvozamiz 19 millionga bitirsa ham bo'ladi. Buni 3 qavatli qilib aka 28 millionga bitirsa ham bo'ladi. Ha, endi misol 15 millionga bitirsa ham bo'ladi. Bu aka razmeri hal qiladi. 1 kvadrat metri o'zi belgilangan mana summani aytdim. Shundan tushib beraman. Chiqqan summaga iloji boricha klientlarimizni misol to'yinidan misol joy egallab normalni qilib beramiz aka. Misol YouTubedan bunaqa narx dedik, demak, misol kvadratini 1.5 kvadrat suvda bo'lsa aka, o kelishtirib chiroyli qilib beramiz aka. Demak, obunachilar chiroyli holatda qilib beradi. Faqatgina biz kanaldan telefon qilsanglar qo'ldan. Ha, endi misol aka darvozalarimiz ko'p, keyingi darvozamiz Keyingi darvozamiz u qanday fason aka? Bu fason aka, misol high-tekka ham tortib ketadi. High-tek fasonda. Misol asli har bir darvozamizda nomi bor. Bu darvozamizning nomi aka gipka fason deyiladi. Gipka fason deyiladi. Bu darvozamizning misol materiallari, detallari bilan tanishtirsam aka. Ha. Gondor aka 10 ga 10, 2.5 stenkada urilgan brus profildan foydalanilgan. Hop, profillari aka o'sha 1.8 pilisovoy. Hop, lislari ham aka 2 qavatli mana shumkali, shum yo'q. 2 qavatli listdan 1.8 pilisovoydan foydalanilgan. O'sha kraskalarni aytib o'tganimda o'sha turetskiy balishni gruntovka obязательно sepilgan. Hop, taglari o'sha shivellar addush ishlangan. Tepalarni o'sha aka havo aylanib turadigan o'sha lazerlarni chizdirib, o'sha bagat qilingan-a? Ha, ishlangan. Endi aka misol bu darvozamiz hozirgi kunda men darvozani maqtamayman. Asl maqtovga arzigulik darvoza. Bu darvozamiz aka hozirgi kunda skroni borasidan bir bachkanalar yo'q aka. Skroni darvoza qildiraman deganlar uchun shu darvozani o'zim tavsiya beraman xalqimizga. Endi bu darvozamizni 1 metr kvadratini aka 1.150 ming so'mdan 1.400 ming so'mgacha ishlasa bo'ladi. Sabab buni aka 3 qavatli tuplinni qilib yana o'sha shiroki kilogrammi ham 1 tonnadan oshiq ishlab bersin deganlar uchun shu darvozani misol tayyorlab beramiz. Faqat 3 qavatlasa 1.400 mingdan deganimda 1.380 mingdan. Hamma darvozani aksiyada. Aksiya. Xohlaysiz aka so'ra, xohlaysiz shu darvozani o'rnatay.
aksiya qilib aka bitirib beraman. YouTube tarmoqlarida misol darvozalarni ko'rib, materiallarni ko'rib, keyin menga aloqa chiqishaveradi. Ishlarni Liboydan nomer 1 qilib narxlarni bitirib beraman aka. Bitta qo'shnisidan ham surishtirib olaveradi. Ha, bemalol. Zamonlarni tanishtirib qo'yaman aka. Zamonlari Zuber Apex degan zamon. $48 turadi. Shu zamondan qo'yib beraman. Barcha shu lisli darvozalarni tanishtirganimga zakazga ham, darvozani olsa ham, shu zamonlarni ham shu addosha, shu garantiyali zamondan qo'yib beraman. Endi qarang, mashina kirib chiqadi. Biz xalqimizda bittadan har bitta xonadonda mashina bor. Tagiga Chevrolet Rossiya qo'yadi. Albatta aka, shtampopka darvozalarimizni ham tagiga Chevroletdan foydalanilgan. Sababi aka, misol tagiga o'sha baquvvat bo'lishi kerak. Yondonlari ham misol aka buni baquvvat 2,5 stenkada ishlangan. To'g'rilasa, Chevroletlar qo'yiladi. Qo'yiladi. Oldida perexod o'sha nima qo'ymoqchi? Xudo xolasa qo'ymay, ayamay aloqa chiqishaveradi. Xudo xolasa ishlarni chiroyli. O'sha misol meni shuncha pulim bor-ku, lekin shu darvozani niyat qilib bitsa, bu ishlarni bitirib beraman aka. Misol kelishilgan holatda chiroyli, sifatli qilib shu ishlarni bitirib beraman. Xudo xolasa. Keyingi darvozamiz aka bu. Bu ham o'zgacha fasol deyiladi. O'zgacha aka. Endi misol bu darvozalardan 15 milliondan tortib 30 milliongacha summa chiqadi-da, bu kvadrat katta bo'lsa, shunaqa chiqadi. Bu darvozamiz aka sal lislari nisbatan yuqoriroq. Lislarni tanishtirsam aka, buni 1.5 lisdan foydalanilgan. Hop, yondonlari 10 ga 5 profildan foydalanilgan. Taglari o'sha shveller, profillari ham aka 1.8 pilisovoy emas. Buniki 1.5 stenkada foydalanilgan. Bu darvozamiz aka, xudo xolasa bu darvozamiz ham o'ziga yarasha, shu chiroyli, bejirim chiqqan darvozamiz. Bu darvozamiz o'sha 1 metr kvadratini aka, narxi ham qulay, o'zi ham shu qulay darvoza aka, 850 ming narx belgilangan asli. Obunachilarimiz uchun 820 ming so'mdan zakatlarni olamiz aka. 820 ming so'mdan. Mabodo bu razmerimiz tushsa ham 820 ming so'mdan dastlabki ustanobga zamok xullas abdush voronmaydi. Oborib o'lchab ustanobga qarash xizmat. Hamma yo'q aka ichida. Yo'lchilar ham o'shaning ichida. Hamma yo'q, kalitini ushlashadi, qabul qilishadi bo'ldi. Bu narsa 12 ta viloyatga kerak. 12 ta viloyat, qo'yingki 12 ta viloyat qolib aka, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston Liboy to'chkasiga yetkazadi. Olib o'tib, ustanobga olib o'tib, ustanobga qilib, cho'tga qilib bitiriladi aka ishda. Bu darvozamizni razmerini tanishtirib qo'yaman obunachilarimizga. Razmeri eniga 3,5, balandligi ham 3,5. 3,5 kvadrat darvoza aka. Keyingi darvozamiz o'sha aka hamyonbop. O'sha misol Narimanni summasi ham misol 5 milliondan tortib nari borsa 10 million, balkim kvadrati misol 4 ga 4 bo'lib ketsa, bu darvozalarimiz ham o'sha 12-13 millionga aylanib ketib qolishi mumkin. Bu darvozamiz o'sha shtampopka darvozamiz deyiladi aka. O'sha lislarining nomi bu darvozamizda o'sha setka fason deyiladi. O'sha gold nirjenka turistga nirjenkalardan foydalanilgan. Hop, buni aka lislari yondonlari bilan tanishtirsam, yondori aka 8 ga 6 170 stenkada ishlangan. Misol yuqorida taglari albatta shivellar, o'sha lazer gullardan arkali foydalanilgan aka. Darvozamiz karishli rangga sepilgan. Kimgadir mokri yoqadi, kimgadir qora, kimgadir boshqada. Endi misol asar deb qo'yilgan. Bemalol misol aloqa chiqishaveradi aka. Bu darvozamizda hop, razmerlari bu ham xuddi 3,5 sababi aka 3,5 razmerlarimiz misol xalqimizda 80% razmeri shunaqa 3,5 320 ga 3,5 shu razmerlarimiz to'xtamay sotilib ketadi. Sababi reklamaga shunaqa hadovoy razmer chiqarganmiz. Bu darvozamizda aka 1 metr kvadrati lisan tanishtirib o'tmoqda. Buni lisa 1.3, eng qalin lisa 1.3 bo'ladi. 1.09 ham bor. Misol puli yengilroq bo'ladi aka. Bu darvozamiz 1 metr kvadrat 630 ming narx qo'yilgan. Obunachilarimiz uchun 600 ming so'mdan chiqqan kvadrat qurib beramiz. Endi hozir nechi so'm bu hozir? Bu bir qavatli aka. Bir qavat, ha bu. Lekin mana 1.3 shum yo'q. Shum yo'q. Hatto chiqadi. Endi buni bir lisa bor aka, uni aka 550 mingdan. 550 ming. Endi 09 va 500 ming so'mdan bitiramiz. Xullas aka aloqa chiqishaveradi.
chiroyli sifatli xohlagan narxda ishlarni bitirib beramiz aka. Qarang, tepasi bekka qatgan. Buni setkali ham qilib beraverasiz. Ha, misol tepasini lazerlar qilib havo aylasin deysa, muammo yo'q. Xohlagan lazerlarni bosib beramiz aka. Ozgina o'zgartirish, tepasini ochib kelib o'sha setkali qilib beradi demoqqa tayinlamiz. Keyingi aka fasonamiz bu ham o'sha shtampopga hozir misol rosa xalqimizga o'ziga yarasha xalqimizni ko'nglidan joy egallab turgan o'sha Dubai fason deyiladi aka. Buni ham xuddi misol materiallar misol bu setka fasonimiz tanishtirganimda yoni 8 ga 6, 1.8 stenka profillari aka to'g'risiga buni profili reklamada turgan profil 1.3 stenka. Misol yolg'on yo'q, to'g'risiga biz 1.3 stenka, lislari ham 1.3. Nerjivenkalari aka qora nerjivenkadan foydalanilgan. O'sha nerjivenkani ham aka 0.9 1.1 1.3 bor. O'sha qalinidan foydalanilgan. Sababi bu 0.9 1.1 bosilsa, mana bu o'rnatgan nerjivenkamizda vanna paydo bo'ladi. Shuning uchun o'sha 1.3 o'sha addushi qilib ishlangan. Bu darvozamizda aka o'sha mana tepalari o'sha arkalar, lazerlar bejirim qilib ishlangan. Bu darvozamizdagi 1 metr kvadrati sababi buni nerjivenkasi bor aka. Bitta darvozamizga maksimalni $80 nerjivenka ketadi aka. 80. Shuning uchun aka bu darvozamiz setka darvozamiz 600 ming narx belgilangan bo'lsa, bu darvozamizdagi 650 ming so'mdan bu adresga beramiz. Mabodo misol yondorlarni shivellar qilib bering menga. Profillarni 1.8 yoki 1.5 qilib bering aka, qalam bo'lsin deganlarga aka narx-navo ozgina videoda narx-navo aka pastlab, misol arzonlar qimmatlaydi. Sababi razmeriga qarab ham o'zgaradi. Razmeriga qarab albatta o'zgaradi. Kvadrat yuradi bu darvozalar. Shuning uchun aka bemalol lavha chiqishaveradi. 3.5 bu razmerimiz. Misol yoqib qolsam bemalol lavha chiqishaveradi. Shuni summasi o'rtacha necha pul hozirda? Aka buni summasi o'rtacha misol 6 million 500 mingdan 6 million 800 minggacha shu 3.5 razmerlari ishlarni bitirsa bo'ladi aka. Bo'ladi. Endi qarang, shu yergacha ko'rsatdik. Ham videoda ko'rganlar, mana shu 5 ta darvozani ko'rsatdik. Qaysi biri yo'qsa sirati hozir telefon qilishadi. Albatta lavha chiqishaveradi. O'rnatib berasiz. O'sha albatta misol kelishiladi. Xudo xolasa ko'ngillarga qaragan holatda bonus joylarini qilib beraman aka. Bemalol menda misol mana shu videoda gapirib o'tgan gaplarim gap muammo yo'q. Misol aytilgan misol kvadrat aytilgan summada xohlasa reklamadagi darvozalar, xohlasa zakaz berishadi. 10 kundan 15 kun ichida aka bemalol ustunovka qilib beramiz. Aka, bemalol qilib ko'rasizlar. Keyingi darvozalarimiz orqa tomondan aka tomonlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozalarimizni ham tez misol obzor qilib o'taylik. Sababi obunachilar ziramas-zira video ko'rib aka, bu darvozamiz tonna aka lislari Top yondonlari o'sha addush ishlangan darvoza, afsona fason deyiladi. High-tech forma, prosta. High-tech formada. Endi bu darvozamiz yondori aka 12 li shivellar, lislari aka 2 lik stenkadagi listdan foydalanilgan aka. 2 qavatli kilogrammini xohlasa totib olishaveradi. 1 tonna 240 kilo chiqqan aka bu darvozadan oshiq chiqqan. 1 tonnadan oshiq. Hop, bu darvozamizdagi o'sha zamonlarni ham aytganimda o'sha $50 zamok qo'yiladi. Hop, misol mana profillari ham aka bu darvozamizda 2 lik profilda ishlangan. Tonna xullas qalin. Bu darvozamizdagi 1 metr kvadratini 1 million 450 ming so'm narx qo'yganman. 1 million 400 ming so'mdan Liboy adresi yetib beramiz aka. Bejirim o'sha skromniy chiqqan. Xohlasa obunachilar mana bu joylariga aka 3.5 santimetrlik joyiga nerjimenkani xohlasan gold, xohlasan qora, xohlasan hali oq svetdan nerjimenkalardan qo'yib berish huquqiga egamiz. Qo'yingki ruchkalariga ham nerjimenkalarni qo'yib beramiz. Razmerini tanishtirib o'taman bu darvozamizni. Xo'p, razmeri aka 3.45 ga, balandligi tahya yo'q. Fonni qanotli ochiladi. 3.45 darvoza. Mabodo obunachilarimizga yoqib, shu darvozamiz misol joylariga tushib qolgidek bo'lsa, aytganimda 1 million 400 ming so'm bo'lsa, albatta o'ylagan xayollarida yo'q narsani hali narxni qo'yib, mana darvozani o'rnatib beraman. Ha, albatta. Xizmati bepul. Darvoza aka bemalol Liboy ko'rsatishadi. Imonni shaxsan shu darvozani
60 chiqqan darvozada to'g'risi. Bemalol Allohga chiqaveradi. Xizmati bepul, borib o'rnatish, Ha, dastlab so'rabgan mutlaqo bepul. xizmati bepul do'stlar. Bu darvozamiz aka yuqorida tanishtirgan o'sha Reflonka darvozamizda birozda soqqalari o'sha gold svetdan foydalanilgan, tepalari lazer o'sha havo aylanib turadigan qilib ishlangan. Bu darvozamiz ham aka standart 3,5 ga 3,5. 3,5 Ha. Yoni ham meni ham. Yondorini aka 8 ga 8 profil, ikkilik stenkada urilgan. Profillari buni aka shu 1.5 profilda, listlari ham shu 1.5 listdan bir qavatli holatda urilgan aka. Taglari shiveller. Rossiyskiy shiveller. Ha. Bunaga aka misol mana yondori 8 ga 8 profil bo'lgani mana obunachilarimiz uchun 249 ming narx belgiladim. Boshida menga aytdi. 200 ming so'mdan aka bemalol aloqa chiqib 200 ming so'm. o'rnatib olasiz aka. Gap yo'q aka, lekin Namanganda yo'q narx qo'yib. Xudo xolasa aka bemalol obunachilaringiz uchun darvoza yo'nalishida aka aytyapman YouTube tarmoqlarida liboy videoni kuzatib, keyin menga aloqa chiqsin ishlarni har bir kvadratda 20-30 ming, 40 mingdan arzon ishlarni bitiraman. Gapim gap. Xudo xolasa ismim Tolibjon, aloqa chiqaverasizlar obunachilar. Ha, videolarimiz albatta qiziq bo'ldi degan umiddaman. Endi misol kommentariya bilan like-da videoda qanaqa chiqqanini misol hal qiladi-da kommentariya, like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Xudo xolasa albatta videoni misol darvozani birinchi qo'yishimiz, bundan bu yog'ida albatta bu safar ikkita qo'ygan bo'lsam, gapim gap, ketingi videoda 5 ta aksiya darvozam bor. Obunachilarimiz bu yoq ko'paytirib berasiz. Ha, konkretni misol ishlarni bitiramiz aka. Gap yo'q aka, sog' bo'ling aka. Mayli. Ichiga keldik. Bittamiz ishlar jo'royigacha darvozani qanday tayyorlanadi? Ular profil aka. Ular masalan shtampovka darvozalarimizni profillarini bunday holatda 1.8, 1.5 aka, oldiga turganimiz mana aka. Misol 1.3 dan tortib 1.8 gacha bor aka. 1.5 ham bor. Mana buni 1.8 va 1.5 stekalari bilan bemalol 10 metrda misol slabodni 10 metrli shu profildan kesib misol foydalaniladi. Misol suloq bunaqa narsa bo'lmaydi. Ha, misol mabodo obunachilar misol zakaz bersa, video jarayon qilib misol WhatsApp bo'lsa WhatsApp, Telegram bo'lsa ha, misol razmerlarini hamma yo'g'ini xohlasa aka sexga kelib, shunday holati bitganda kelib ko'rib ketish va ega obunachilar misol klientlar endi misol darvozalarimiz Aka o'z zakazga tayyorlanadi. zakaz albatta aka bu haj ko'rib turgan ikkita bir juft darvoza misol mana obunachilarimiz qo'ydi misol ko'rgan aqllar aytadi. Bu O'zbekiston darvozasi emas. Samarqandga Qirg'izistondan chiqaraman darvoza. Bu darvozamiz mana eniga 4 metr, balandligi 280. Bu O'zbekistonda buni razmeri yo'q. To'g'risiga bor. 3x2 bo'ladi, shunaqa 280 ga 3. Mana aka bemalol videoda tanishtirib o'taman aka. Buni lislari o'sha 1.3 lis, 2 qavat. Uni aka 2 qavatli ishlasa ham bo'ladi. Mana shu darvoza 2 qavatli ishlanadi. Qavat. Ha, vibraga birinchi qavat. Misol stiklavatani urib, orqasidan buni 1.3 listi bosiladi. Xohlasa shunaqa razmerda 2 qavatli qilib bitirib beramiz. Zakasi yo'q. Ha, shtampovkani 2 qavatli variantini qilib deysan, qilib beramiz misol aka. Qo'shni davlat shu Qo'sh, Jallobod, O'zgan degan tomonlar darvozalari bor aka. Biroq obunachilarimiz shunday darvozalarimizni sabab yo'qollariga quloq tushmaganmi? Misol ko'zlari bilan ko'rib, misol guvoh bo'lib qolasan degan maqsadda ko'rsatib qo'ying. Ha, endi misol aka bu darvozalarimiz mana shunday holatda bitgan yerimi chala darvozalar. Endi aka misol bitgan darvozamiz mana darvozamiz orqa qismi tanishtirgan bunday darvozamiz. Lislarini yuvib, boltiga qarab razviyalarimiz bor. Bu lislarni yuvib Tiga aka gruntobkani sepib, keyin bu krasiyani sepiladi, lakli X-roy sepiladi. Shundan men darvozalarni qo'rqmay, ayamay 5 yildan 8 yilgacha javobini beraman. 5 yil krasiyasi. Endi aka bu mana shu taklifga holatda bitgan holatlar bor. Mana aka konkretmi? Misol uchun obunachilarimiz endi
Kargol ketadi-da bu. Qirg'izistonda Bishkekga o'rnadi shu Darvozam aka. Albatta, keyingi videoyozda Xudo xolasa o'zim video ishlab kelaman. O'rnagan holatlarni. Nega tashlab berasiz obunachi? Ha, obunachilar misol keyingi videolarimizda albatta shu Darvozani qayerga nima, necha pulga o'rnaganini guvohi bo'lishadi Xudo xolasa. Albatta tashib kim o'rnatgan shu insonni ozgina intervyu qilib Обязательно. Misol bu Darvozamiz mana obunachilarimizga biz holatlarni ko'rsatib qo'yamiz. Sababi qiziqarli Darvoza. Bu Darvozamiz shu 1.8 listda 2 qavatli klenda qilib ishlangan. Bu Darvozamiz mana orqasidan 1.8 halotli list bosilgan. Oldidan mana hayti. Mana pul yo'q Darvoza. Ha, misol uchun mana nerjinkalarni shu qora nerjinkadan foydalanilgan. Buni shu addush ishlangan, profillari ham shu 1.8 hammaga qalam oladi. Mana shu holatda, mana shu dizaynda, mana shu sanjob akkuratlikdan obunachilar misol darvozalarni qabul qilishadi qo'limdan. Обязательно mana struchlar akkuratliklar o'rnataman. Misol obunachilar qurilish qilib turishgan bo'lsa, ikkilanishadi misol. Men mana cho'nnoy holatini bitirib o'rnatib, keyin o'rnatsam bo'larmikin degan obunachilarga maslahat. Ayamay zakaz beringlar. Struch holatda o'rnataman. Uylarni misol 5 yildan keyin remont qilaman, 5 yildan keyin struch yechasilar, darvoza sveji, yangida, 0 litr uradi. Misol shularga misol maslahat berib qo'yishim kerak. Mana bemalol aloqa chiqarasizlar hozir. Do'stlar, mana shu pastda akamiz nomerini qoldirib qo'yamiz. Musofirga bemalol onlayn zakaz qilsangiz, onlayn kataloglar bor tashlab beradi. Yo'qolish o'zingiz yoki anchadan beri, 1-2 yildan beri niyat qilib shu fasonni darvozani yatirib ko'rib qo'yganman desangiz, akamizga rasmini tashlab bersangiz, rasmini o'sha birga bir qilib ishlab beradi. Albatta, darvozalarimiz albatta obunachilar 400-500 xil assortimenti bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Misol ko'rsatilgan, reklama qilingan darvozalardan tashqari, misol qo'yingki $10,000 darvoza qilib beramiz. Bemalol qo'limizdan keladi, biriga bir holatda chiqarib beramiz. Savoy sonolar qo'ying, mana shu obunachilar hammasi qo'ldan sizga aloqa chiqadi. Kanaldan aloqa chiqqanlar o'zini yengil qilib beradi. Albatta aka, bonusi bor, bemalol ayamay, ikkilanmay aloqa chiqaraman. Do'stlar, like, podpiska bosib turibsizlar. Kelgusi videoda akamizdan yangilik kutib qolamiz va o'rnatish jarayonini va video egalari fikrlarini yana kelgusi videoda taqdim etib boramiz. Sog' bo'lasizlar, o'zingizlarga dikkat qiling. Bor,